qilsalar, suv teskarisiga oqaradi. Navbatdagi sayohatimiz Paltao sharsharasiga bo'ldi. Sharshara tog' oldi chegara hududiga yaqin joyda bo'lganligi uchun pasport nazorati bilan o'tildi. Bu haybatini kameraga sig'dirib bo'lmaydi. Go'zallikdan bahramand bo'lib, uni esdalikka muhrlab, yo'limizda davom etdik. Yaxshi bir lokatsiyani tanladik. O'tirishga joylarimizni tayyorlab, o'rmon mevalaridan choy damlab, qalbga yaqin insonlar bilan dildan suhbat qurib o'tirish, buni narxi yo'q to'g'risi. Safarimiz oxirlab, o'ziga shukrlar etib, kuz manzaralaridan bahramand bo'lib, sekingina uyga qaytdik.